Tun yarmidan oqqan edi. Butun uy qattiq uyquda, faqat mening yuragim qinidan chiqqudek bo'lib urardi. Men o'z ixtiyorim bilan, oyog'im bilan qadam tashlab, o'z tog'amning, ya'ni onamning akasining qorong'i xonasiga kirib borayotgan edim. Qochishga, baqirishga haqqim yo'q edi. Chunki eshik ortida ukalarimning ochiq ko'chada sovuqdan muzlab o'lish xavfi turardi. O'sha tunda men o'z nomusimni ukalarimning issiq joyi uchun qurbon qildim. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan sabotli va dardli azizlarim. Qalbining tubida aytilmagan so'zlari, yashirin qonli jarohatlari bor insonlar, hayotiy hikoyalar kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizni bu yorug' dunyoning eng qorong'i burchaklariga, yetimlikning naqadar shafqatsiz va sovuq yuziga olib kiraman. Bu voqea sizni yig'latadi, nafratlantiradi va qalbingizni ostin-ustun qilib yuboradi. Qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Mening ismim Madina. Hozir qayerda, qanday ahvolda yashayotganimni keyinroq aytaman. Keling, boshidan boshlaylik. Men Jizzaxning oddiy qishloqlaridan birida ota-onam va 3 ta ukam bilan baxtli yashardim. Lekin baxtimiz uzoqqa cho'zilmadi. Otam avtohalokatda, onam esa undan ko'p o'tmay og'ir kasallikdan vafot etishdi. Men 15 yoshimda 3 ta kichkina ukam bilan ochiq ko'chada, 4 devor ichida chirs etib yetim qoldim. Bizning uyimizni qarzlarga tortib olishdi. Borar joyimiz qolmadi. Shunda onamning akasi, tog'am Qobil bizni o'z uyiga olib ketishini aytdi. Qobil tog'am 45 yoshlarda, fe'li og'ir, doim ichib yuradigan odam edi. Xotini, ya'ni kelinoyim juda yuvosh, erining chizgan chizig'idan chiqmaydigan ayol edi. Biz ularning uyida xuddi tekin xizmatkordek yashay boshladik. Men erta tongdan kechgacha tinmay ishlardim. Mol-holga qarardim, uy tozalardim. Ukalarim ham yosh bo'lishiga qaramay dalada qora mehnat qilishardi. Bizga beriladigan bir burda non ham minnat bilan, haqorat bilan berilardi. Lekin men chidardim. Qayerga ham borardik. Ukalarim ochiq ko'chada qolmasin deb tishimni tishimga qo'yardim. Ammo mening eng katta xatoyim, men balog'atga yetayotgan, go'zallashib borayotgan qiz edim. Tog'amning menga bo'lgan nigohlari o'zgarib borayotganini, uning qonxo'r ko'zlari doim mening tanamda izg'iyotganini juda kech, juda dahshatli tarzda tushunib yetdim. Qishning qahraton, muzdek kunlari edi. Kelinoyim yangi ko'zi yorigan, chilla saqlab ichkari xonada yotardi. Tog'am har doimgidek mast holatda uyga qaytdi. Men oshxonada idish yuvayotgandim. U orqamdan yovvoyi mushukdek sassiz kirib keldi. Men uning sasigan aroq hidini va og'ir nafasini qulog'im ostida his qildim. Yuragim shu qadar qattiq urib ketdiki, qo'limdagi kosa tushib chil-chil sindi. U meni qattiq quchoqlab devorga qisib qo'ydi. Nimalar qilyapsiz, tog'a? Qo'yib yuboring. Men jiyaningizman deb yig'lab yulqinishni boshladim. Lekin uning kuchi oldida mening ingichka qo'llarim hech narsa emas edi. Uning qop-qora, qonli ko'zlarida zarracha rahm-shafqat yo'q edi. Uning iflos qo'llari butun tanam bo'ylab kezib, qalbimni, qizligimni tuproqqa qorishga urinar edi. Men kuchim boricha qarshilik ko'rsatdim, tishladim, yuziga urdim va arang qochib qutuldim. Kelinoyimning xonasiga yugurib kirdim. Rangi ro'yim oqarib ketgan, sochlarim to'zg'igan edi. Kelinoyim cho'chib tushdi. Nima bo'ldi, Madina? Nega yig'layapsan, dedi u xavotir bilan. Men unga nima deyishni bilmasdim. Tog'am orqamdan kirib keldi. U hech narsa bo'lmagandek xotirjam, sovuq jilmayib turardi. U mendan oldin gap boshladi. Nega yig'laydi deysanmi? Xursandligidan. Men bugun uning boshini silab, xavotir olmanglar, uysiz qolmaysizlar deb taskin berdim. Shunga ta'sirlanib yig'layapti. To'g'rimi, Madina? Men nima deyishim mumkin edi? Alamlarimni ichimga yutib, uning yuzsizlarcha aytgan bu iflos yolg'oniga ha deb bosh irg'adim. Men u kunni la'natladim. Lekin bu hali boshlanishi ekan. Tog'am meni endi ochiqchasiga ta'qib qila boshladi. Yana bir kuni u meni dalada yolg'iz tutib oldi. Men dodlab hammaga aytaman. Sharmanda qilaman deb popsa qildim. Lekin u qattiq kulib yubordi. Qani, dodlachi.
Kimgayam kerak sening doding? Agar bir og'iz chiyq etsang, sening o'sha sasiq ukalaringni hoziroq shu qahraton sovuqda ko'chaga haydab solaman. Uysiz, kiyimsiz qayerga borasanlar? Muzlab itdek o'lib ketasanlar hammang. Men sizlarni boqyapman, buning to'lovi bor, dedi u yuzimga tupurgudek bo'lib. Men qotib qoldim. Ukalarimning ko'kargan, sovuqdan qaltiragan murg'ak yuzlari ko'z oldimga keldi. Men ularning onasi, otasi o'rnida edim. Men ularni o'limga bera olmasdim. Tog'am mening ojizligimdan foydalanib hukmini o'qidi. Bugun kechasi men kelinoyingning yoniga kirmayman. Mehmonxonada yotaman. Hamma uxlab bo'lgach, o'zing sekin mening yonimga kirasan. Agar kirmasang, ukalaring ertalab ochiq qorda uyg'onadi. Tushundingmi, deb chiqib ketdi. O'sha kuni kechgacha qanday yashadim, bilmayman. Ko'z yoshlarim ham qurib qolgandi. Yarim tunda butun uy jimjitlikka cho'mdi. Men ukalarimning yonida yotardim. Ularning xotirjam pishillab uxlashini uzoq kuzatdim. Yuzlaridan o'pdim. Kechiringlar meni, ukajonlarim, deb pichirladim. Men joyimdan turdim. Har bir qadamim o'lim sari qo'yilayotgandek og'ir edi. Men eshikni sekin ochib, mehmonxonaga, yirtqichning qafasiga kirdim. Keldingmi, jonim? Kel bag'rimga, dedi u qorong'ida ilon kabi vishillab. Men qarshilik ko'rsatmadim. Men ruhan o'lib bo'lgan edim. Tanam shunchaki og'riqni, ifloslikni, tubanlikni mexanik tarzda qabul qilardi. U meni butun tun davomida xarob qildi. O'z jiyanini, singlisining omonatini ayovsiz, vahshiylarcha toptadi. O'sha tunda men o'zimdan shunday nafratlandimki, tirik qolishning o'zi eng katta jazo edi. Ertalab quyosh chiqdi. Men yana yashay olmasdim. Peshonamga qora tamg'a bosilgandi. Men maktabga ketyapman deb uydan chiqdim. Ukalarimni peshonasidan so'nggi bor o'pdim. Meni kechiringlar, men baribir sizlarni boqa olmadim, deb xat yozib qoldirdim. Dadam tug'ilgan kunimda sovg'a qilgan yagona boyligim, kichkina tilla ziragimni va zanjirimni olib shaharga ketdim. U yerda ularni suv tekinga sotib Toshkentga qochdim. Toshkentga kelib, men haqiqiy do'zaxning ko'chasiga tushdim. 5 kun ochnahor, yupun kiyimda sovuqda dildirlab, podyezdlar tagida yotib yurdim. Issiq joy izlardim, ammo hamma mendan yuz o'girardi. Men shunday ojiz, shunday xarob holda edim. 6-kuni sovuq va ochlikka chiday olmay, hushimdan ketay deb bir oshxonaga kirdim. U yerda yoshi 50lardan oshgan, semiz, qalin mo'ylovli bir amaki xizmatchilarga buyruq berib turardi. Men yig'lab yubordim. Amakijon, jon amaki, bir burda non bering. Ochman. Boshqa chiday olmayman, deb poyiga yiqildim. U kishi menga qiziqish va qandaydir yovvoyi hayrat bilan qarab qoldi. U menga issiq ovqat berdi. Meni yuvib tarab chiroyli kiyimlar olib berdi. Men sodda, Xudo menga farishta yubordi deb o'ylabman. Lekin u farishta emasdi. U qo'shmachi, odamfurush ekan. U mening yoshligimni, yetim va uysizligimni ko'rib, meni o'z iskanjasiga oldi. Menga joy berdi, lekin buning evaziga meni erkaklarning oldiga yubora boshladi. Sen menga qarzdorsan, o'sha nonlarning pulini to'laysan, derdi u meni kaltaklab. Men qochib keta olmadim. Menda pasport ham, boradigan joy ham yo'q edi. Tog'amning uyiga, u yirtqichning oldiga qayta olmasdim. Men sinib, butunlay loyga qorishdim. Tog'am mening hayotimni izdan chiqardi, bu semiz maxluq esa meni tubsizlikka uloqtirdi. Men hozir kimman bilasizmi? Hamma nafratlanadigan, ko'chada ko'rsa yuzini o'giradigan, eng jirkanch so'zga loyiq ayolman. Ha, men fohishaman. Men har tun o'z tanamni o'zim tanimaydigan erkaklarga sotib, tong otguncha ko'z yoshlarim bilan qon yutaman. Azizlarim, onalar, otalar, o'z qizlaringizni asrang. Yetim qolgan jigarlaringizning mol-mulkiga ko'z olaytirib, ularni ko'chada itdek xor qilmang. Ularga ozgina mehr, ozgina boshpanani ravo ko'ring. Bitta tog'aning vahshiyligi, bitta qarindoshning bemehrligi bitta qizning butun umrini xarob qilib, uni do'zaxga yolladi. Agar mening ko'z yoshlarim, mening bu qonli faryodim qalbingizning qaysidir tubiga yetib borgan bo'lsa, bu videoga like bosing.
Kanalimizga obuna bo'ling. O'z yaqinlaringizga yuboring toki ular farzand qadrini bilsin. Izohlarda o'z dardingizni, xulosangizni yozib qoldiring. Bu hayotiy hikoyalar kanali edi. Hech kimga ishonmang, azizlar. O'zingizni asrang. Xayr.